Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Bugun biz robototexnikadan parkovka yasadik. Aqlli parkovka. Aha. Bu yerda mashina kirsa, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shu yerda sensor bor. Ochiladi. Keyin mana shu yerdan bu LCD ekran bilan yozuv chiqadi. Keyin shu yerdan kiriladi. Keyin masalan birinchi stenkaga mashina qo'ygan bo'lsa, mana shu yerdan mashina qo'yilgan deb chiqadi. Ma'lumot beradi, demak. LCD Shu yerda mashina borligini zanit qiladi, to'g'rimi? Keyingi safar bu yerga mashina kelmaydi. Keyin yana chiqishda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda yammata sensor bor. Ha? Ana shu yana mana bu Bo'sh qolganini. shlagbaum yana tepaga ko'tariladi. Keyin mashina chiqib ketadi. Tushunarli. Buchi? Bu ham boshqacharoq qilimi? Boshqacharoq. Boshqacharoq variant. Buni ham vazifasi shundaymi? Bir xilmi? Xuddi shunday, faqat unga boy karta kerak. Karta ursa, boyga stenkalar ochiladi. Servo motorlar ko'tariladi. Tushunarli. Mayli, rahmat. Omad.